Assalomu alaykum do'stlar. Men Yangi Bozor City'daman. Shu yerda 40-domimizda 4-etajda bir kvartiramiz bor, 52 metr kvadrat. Hozirgi baho 5 million 200 dan bo'lib turibdi metr kvadratini. Bu kvartiramiz 4 million 800 vaqtida olinib qolingan kvartira bu. May oyida olingan. Shu kvartiramizning to'lovlarini yosh qizimiz to'la olmay topshirishga hozir majbur bo'layotir. Do'stlar, olib qolsangizlar bo'ladi. 4-etajdan hozir kvartiraning holatlarini ko'rsataman. Ko'rib o'zlaringiz xulosa qilasizlar. O'zaro kelishuvlar qilamiz. Oyna 2,5 million to'lanadi. Subsidiyaga chiqqan kvartira bu. Subsidiya deganda bu 5 yilgacha 1 milliondan ko'proq summasini davlat to'lab beradi. Boshidagi 30 milliondan davlat to'lab beradi. Do'stlar, zinalarimizni ko'rib turibsizlar mana. 4-etaga chiqib charchab qolmaysizlar. 12-13 sm balandligi bo'lgan. Buning uchun ham qarorlar bor. Zinalar baland bo'lib ketmaslikka. Remont ishlarini boshlayman degan. Bu yerda mana sanuzel koridorimiz. Natijnoy patologlar qilindi. Elektrika ishlari hammasi qilingan, montajlar qilinib turibdi. Shtukaturka qilinib turibdi, shpakulyovka qilsangiz bo'ldi. Xonalarning holatini ko'rsataman do'stlar. Ikki xonalimizning kichikroq xonasi. Bu yerda katta zali bor mana. Katta zali bilan bu yerlar ham patolog qilingan. Natijnoy patologlar qilinib turibdi. Sanuzelimizning ham ichi qilinib turibdi do'stlar. Natijnoy patolog qilingan. Bu sizlarga bir imkoniyat bo'ladi. Agar olaman desanglar, shu oyna 2,5 to'lab ketaverasizlar, lekin oldindagi to'lovlarni to'lash kerak. 65 million to'langan уже shu pullarni sizlar to'lashingiz kerak bo'ladi va oyna 2,5 milliondan to'lab ketaverasizlar. Shu uyni olgan odam bilan uchrashuv bo'ladi-da, buni video fiksatsiya qilinadi. Sizga topshirganligi haqida yozma ravishdagi tilxatlari bo'ladi. Shuna ishonib ish qilsanglar. Mana arzon kvartira do'stlar. Xohlang 1-2 yil ichida to'lab qo'yinglar, xohlang 4-5 yil ichida. To'lab qo'yganingizdan keyin nomiga o'tkazish tartib qoidalarini kelishib olamiz shu odam bilan. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa do'stlar, murojaat qilinglar, olib qolinglar. Telefon nomerlarini ko'rsatib qo'yaman. Murojaat qilinglar do'stlar. Silkalarimni ko'rsatib qo'yaman. Silkaga kirsangizda yerlar, uylar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Do'stlar, yana bir shunday holat 40-dom bo'lsa, bu 43-domimiz bo'ladi. Shu yerda da ana shu kirgan yerimizda birinchi o'g'rimizdagi kvartira 2 xonali 52 metr kvadrat kvartiramizni ko'rsatgan kvartiramizday bo'ladi bu. Bu ham shunday holat topshiriladi do'stlar, agar oladigan bo'lsanglar, arzonroq olingan 10 million 20 million arzonlarni kvartiralar olishingiz mumkin.